Sizlarga shikolat narxda zo'r xolodilnik tayyorlab qo'yganmiz, akalar. Bu xolodilnigimizda Beston brendiga tegishli hisoblanadi. Bestonni bilasizlar, Xitoy eng sifatli zavodida ishlab chiqariladi va har bitta texnikasini, har bitta detaliga alohida e'tibor beradi. Ushbu xolodilnigimizning bo'yi 185 sm bo'ladi, eniga 60 sm bo'ladi. Umumiy hajmda 384 litrli hisoblanadi, akalar. Ichki qismiga keladigan bo'lsa, no frost bo'ladi. Muz yig'maydi, o'zini o'zi erituvchi xolodilnik hisoblanadi. Har bitta polkasi kolonnik oynali 100 kilogacha bo'lgan narsalarni bemalol ko'tara oladi. Undan tashqari o'zining ikkita zonasi ham mavjud. Sabzavot, meva, bemalol go'sht mahsulotlarini solib qo'ysanglar ham bo'ladi. Marazinkasi pastda bo'ladi, akalar. Ushbu xolodilnigimizga umumiy 3 yil o'ziga 10 yil motoriga garantiyasi ham mavjud. Ikki xil dizaynda kelgan. Bittasi qora oynali, bittasi oddiy inox rangda bo'ladi, akalar. Sizlar uchun qora oynali versiyasini bor yo'g'i $425 ga tayyorlab qo'yganmiz. Inox rangini bor yo'g'i $419 ga tayyorlab qo'yganmiz. Bunaqa narx faqatgina Texnoport do'konida. Manzilimiz Toshkent City Mall 1-qavat Texnoport do'koni. Hammalarni kutib qolamiz, bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Toshkent shahar ichida bepul yetkazib beramiz. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar.